Bu darsimizda azizlar sikl operatorlar, ya'ni takrorlash operatorlarini ko'rib chiqamiz. Deyarli barcha dasturlashtirlarda takrorlash operatorlari mavjud. Takrorlash operatorlari ma'lum bir shartga ko'ra ma'lum bir ish harakatini ma'lum bir miqdorda takrorlashimizga yordam beradi. Misol uchun ekranga 100 marta Davronbek so'zini yozgizish yoki 1 dan 100 gacha bo'lgan sonlarni yozgizish kabi ish harakatlarini bajarishimizga, orqa-orqaga qiladigan ish harakatlarini bajarishimizga yordam beradigan operatorlar bu takrorlash operatorlar. While Java dasturlash tilida 4 xil takrorlash operatori mavjud. While operatori, do while, for operatori, moslashtirilgan for takrorlash operatori mavjud. Bu darsimizda sizlar bilan while takrorlash operatorini ko'rib chiqamiz. While takrorlash operatori bu operatorimiz shartga ko'ra ishlaydi, ya'ni while ichida berilgan bir shartga ko'ra kodni ishga tushiradi. Shart true bo'lgani sari, ya'ni shart to'g'ri bo'lgan sari bu yerda kodlar ishlayveradi, takror ishlayveradi. Qachonki shu shart qismida beriladigan shartimiz false bo'lganda, ya'ni to'g'ri bo'lmaganda bu kod ishga tushishini to'xtatadi. Misol uchun agar biz while yozib borib, misol uchun buni ham aytib o'tay. While'ni yozilish shakli shu shaklda. While nima deydi? Qavslar ichida shartimiz va nima deydi? Keyin sistemalar ichida kodlarimiz, ya'ni kod blogimizni yozamiz. Misol uchun bu yerda shartimiz qanaqa bo'lsin? Bir katta shu while deylik, bir katta 0 dan yozib, shu sistemalarning ichiga system out println yozib, ichiga Davronbek yozsak, misol uchun ekranga sonsiz bir shaklda Davronbek yozishni boshlaydi. Chunki shu yerdagi bir har doim 0 dan katta, hech bir zaman bir 0 dan kichkina bo'lib qolmaydi. O'shaning uchun sonsiz bir shaklda yozishni boshlaydi. Yoki misol uchun 0 katta 1 dan desak, hech ichida kod ishga tushmaydi kabi holatlarda while'ni ishlatamiz yoki boshqa takrorlash operatorlarini ishlatishimiz mumkin. Bir shartga ko'ra ishga tushadi while. Buni unutmaylik. Bo'ladi. Misol uchun bu ham bir kod blogi aslida. Bunga kod blogi ham deyishimiz mumkin. Va bu yerda istagancha blok o'sha while'ni bloklar ichida kodlarimizni yozib ishga tushirishimiz mumkin. Misol uchun while'da yozilish shakllari boshqa turlari. Eng asosiy while yozilish shakli bu shaklda. Buni kodlarda ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu qismni o'chirib tashlaylik. While operatori. Keldik. While misol uchun qarang. While birinchi misolimizda degan ekranga sonsiz bir shaklda Davronbek yozadi deydi. Buni ko'ramiz. Misol uchun bir katta 0 dan desak, bu har doim 1 0 dan kattadir. Hech bir zaman misol uchun birimiz 0 dan kichkina bo'lib qolmaydi. O'shaning uchun ekranga takror nima deydi? Davronbekni yozishga davom etaveradi. Misol uchun hello world yozsangiz ekranga, misol uchun qarang. Misol uchun qarang, hello world yozyapti, lekin to'xtash yo'q. Takror shu yerdagi kod ishga tushyapti. Nega? Chunki shu yerdagi kod har doim true. Bu to'xtataylik buni ishlashini. Nega, qanday ishlaydi degan savolga javob beradigan bo'lsak, kodimiz keladi, 6-qatorgacha bo'lgan kodlarni ishga tushirgandan keyin 7-qatorga keladi. While'ni ko'rdi. Takrorlash operatori mavjud dedi va uni shartini ko'rdi. Sharti true ekan dedi, ya'ni to'g'ri dedi va kirdi, shu sistema ichida kodni ishga tushirdi. Va sistemaning eng oxirgi joyiga keldi, shu sistemaga keldi va bu yerdan qayta shu yerga keladi. Va keldi, yana shartga qaradi. Shart yana to'g'ri. Yana bu yerdagi kodni ishga tushirib, yana bu yerga kelib, yana boshga qaytib ketdi. Bu shaklda oxirga keladi, boshiga qaytadi, davom etaveradi. Qachonki shu yerdagi shart ishlamay qolganda, misol uchun agar qachonki shu yerdagi shartimiz false javobini qaytarganda, false bo'lganda
nima deyapti? Condition is always false, making loop body unreachable. Ya'ni misol uchun false bo'lganda, bu yerdagi kodimiz A dedi, while ichidagi shartimiz false ga o'tdi. Men bu blokdan ishlatga tushirmayman deb, shu yerdan 9-qatorga keladi qaytib, bu yerdagi kodni ishga tushirmasdan va 10-qatordagi kodni va undan pastdagi kodlarni ishga tushirishni boshlaydi. Ya'ni shu bu yerdagi true bo'lsa, bu yerda kod ishlashda davom etadi. False bo'lganda bu kod blokidan chiqib, keyingi kodlarga o'tadi. While'ni ishlash shakli bu. Misol uchun bizda ikkita qiymatimiz bo'lsin. int a5 int b5 dedik. Shuni misol uchun 6 desak. Bizda bu şekilde ikkita var va bularni taqqoslashda ishlatamiz. Misol uchun keldik shu yerga a dedik, katta bo'lsa b'dan. A sonimiz b sonidan katta bo'lsa dedik, bu yerni ishga tushir. Aslida hozir misol uchun bu yergacha tushuntirganlarimdan shu narsani chiqargan bo'lishlari mumkin. Bu ham if kabimi? Bu ham bir if kabi mi deydigan bo'lsalaring, yo'q, bu ifga o'xshamaydi. Chunki ifda faqat ichidagi kodni bir marta ishga tushiradi va keyingi qatorga o'tib ketadi. While'da unaqa emas. While'da eng oxirgi shu sistemani yopilgan joyga kelib, qaytadan boshga boradi va kodni shartini qayta takrorlaydi, shartini tekshiradi kabi. Bu. Misol uchun keldik, shuni shu shaklda qilik, chunki b'miz katta. Shu yerda a bo'lsin. Ya'ni dedimki, a soni b sonidan kichkina bo'lsa, bu yerdagi kodni ishga tushir. Ishga davom etdik. Misol uchun qarang. Bu yerda ham sonsiz yozadi, chunki har doim dasturimiz davomida b soni a sonidan katta. Biz misol uchun shu yerda b ni qiymatini o'zgartirsak, misol uchun b ni qiymatini nima qilaylik? 1 ga ko'paytirib qo'ydik. Bu degani nima degani edi? B tengdir b orti 1 degan edi. Bunga tenglab qo'ydik. Bunda nima bo'ladi? Bunda ham sonsiz ishlaydi, chunki b har safar 1 ga ko'payib borib, yanada 6 dan kattalashib boraveradi. Misol uchun shu yerda hatto b ni qiymatini yozgizib ham ketaylik. Misol uchun soat ekranga b yozishni istasak, misol uchun. Har safarida b ni 1 ko'paytirib yozaveradi. Ya'ni 1 qo'shib. Misol uchun qarang, shu yerda to'xtatsak, misol uchun 92, 98 kabi yozib tashladi misol uchun. Tushiradi. Xo'sh, keyin shu yerdagi misol uchun b emas, agar a ni o'zgartirganimizda, misol uchun a ni har safarda o'zgartirganimizda kodimizni bir marta ishga tushirardi va kodimizni ishga tushishini to'xtatar edi. Misol uchun hello worldni bir marta yozdi va b ni qiymatini 6 sifatida yozib, ishga tushirishni to'xtatdi. Nega to'xtatdi? Birinchi keldi shu yerga, qaradi, a b'dan kichkinami? Kichkina. Ekranga hello world yozdi. A ni 1 qo'shdi a'ga. Shu misol uchun a'ga 1 qo'shdi va a ni bu yerda a teng 6 bo'ldi va bundan keyingi qiymatimiz 6 va keldi. Ekranga b ni yozdi, b6 yozdi. Keyin while ga qaytib keldi boshiga while'ni va a b'dan kattami dedi. A ni qiymati 6, b ni qiymati 6, ikkovi bir-biriga teng. O'shaning uchun bu yer false bo'ldi. Bu shartimiz false. Bu yerda false bo'lganligi uchun kodimiz bu yerdan chiqdi va kodimizni ishga tushirishni to'xtatdi. Kabi. Bu bir while operatorining ishlash shakli. Bu yerda video darsimizni to'xtatamiz azizlar. Keyingi video darslarimizda qolgan operatorlarni ko'rib chiqamiz. Qo'shimcha sifatida shuni aytib o'tay. Bu yerda istagan taqqoslash ishlarini yoki boshqa amallarni qilishimiz mumkin. Masalan, to'g'ridan true yoki false yozib ham